Javob ber, ey sirliq dunyo. Mal dunyoring kimlar uchun yaratilgan? Baxt omating kimlarga mansub? Boshqalarning bu nasibalarda azroqmi o'lish yo'qmi? Ajaba, mayli bir odam qanchalik tirishsin, qanchalik badal to'lasin, o'zining bu kaj qismatini o'zgartira olishi mumkin bo'lmasmi? Mumkin bo'lmasa, sen yana nimang bilan odil? Qani javob ber. Bu cho'ng shahar boylar uchun bir xoli oromgoh. Ammo qo'li normaldan qisqaroq odamlar uchun bekli rahimsiz ham qo'rqinchliq. Shaharning ma'lum bir burjikidagi bir koni binoning to'xtatgidek uyida g'amga petib o'ltirgan bu odamga hech kim ko'ngil bo'lmaydi. Bu 30 ga kira-kirmay, chechining tingi oqirib ketgan, chiroyini soqollari bisib ketgan satrak bir odam. Onun öydən chiqishi, uyga qaytishi bir xil edi. Tan harg'inligi va ko'ngil harg'inligi yuziga tepibli turadi. Uy ichi har nimaga o'xshaydi. Ish qilib uyga o'xshamaydi. Axlatning ko'pligidan yer yuzini ko'rgili bo'lmaydi. Bu odam burun bundaq chirkin emas edi. Bundaq tushkun emas edi. U pul tepib dunyolikdagi birdan-bir tuqquni bo'lgan onasini davolatmoqchi edi. Puli yo'q, texi to'yma qilinmagan. Onun onasi Taklimakanning yanidagi bir chat kentda yolg'iz jindek qolgan edi. U bu shaharga chiqish yo'li izdigili kelib, ezib qoldi. U o'zini to'mir odam deb chaqlaydi. Tirishsamla, chidasamla yaxshi kunga erisha olayman deb o'ylaydi. Ammo uningda mushi irodadan boshqa hech nima yo'q edi. Hozir u bir vaqt tomoqni amal qilib yeydigan holga tushib qoldi. Ammo u sehi edi. Qo'lida yo'q turib, boshqalarga yaxshilik qila olaydi. O'zi muhtoj turib, do'stlariga bera olaydi. U qo'li kesilib ketsa-mu og'rimidi deya olaydi. Put-qo'llari ushib ketsa-mu to'nglimidim deya olaydi. Uningga o'xshash bu qadar yaxshi odam nemishqa baxtli bo'lolmaydi. Bu odam bir hikmatga ishinatdi. İnsonni o'limdan boshqa hech ish o'ltirolmaydi. Shunga u azaldan to'mir odam romanini yozib kelgan. Ammo u yaqinda herib qolgan harmas odam deb qisqa bir she'r yozib qo'ydi. To'g'ri, u o'lmagan bilan turmush uning to'mir odam emasligini bildirib qo'ydi. Inson umidsiz kechadagi qorong'ulikni chidab o'tkazalsa, ondan umidvor sahardagi yorug'likka erisha oladi. Hayotda qanchilgan inson shu kechani o'tkazolmagandi. Qanchilgan harmas inson shu kecha ichida herib yiqilgandi. Qanchilgan to'mir inson shu kecha ichida sunib ketgandi.